Biza qiziqqan, ya'ni ishtiyoqmand 3 ta o'qituvchimiz chiqdi va bu o'qituvchilarimizni chapga qaratgan holatda o'ngga markazga qayring va shu sonda oling. Telefon bo'lib qoldi, o'chirib yuborayda. O'girilamiz. 1 2 3 o'nda oling. Bu metodimiz orqali refleksning hosil bo'lishi va mana shu joyda mavzularimizga oid bo'lgan atamalarni yoki bo'lmasam rasmli holatlarni qo'yib turib, o'quvchilarga shu rasmlarni yo atamalarni topishni birdaniga bajartirishi, o'quvchini shu mavzuni ma'lumotlari tezda qolishi, xotirasida qolishi yoki shu ma'lumotlarga qiziqishi, rasmlar orqali shu narsani yodida qolishligi, xotirasida qolishligi juda ham ahamiyat kasb etadi. Bizda hozir topish jarayoni ulanib qolmadi, uzilib qolgan holatda videoga tushmadi, lekin bu jarayonda birinchi topshiriq berilgan vaqtda qiyin topyapti, ikkinchi vazifa topshirilgan vaqtida topish oson bo'lyapti, uchinchisida esa tezkor va to'rtinchisida esa hammasi bir vaqtda shu vazifani bajarib, sonlarni to'g'ri topishi bilan nima qilyapti? Farq qilyapti. Demak, navbati bilan takrorlanishi orqali refleks hosil bo'lib, odatiy tusga aylanishi bilan bu holat nima qilyapti? Metodimiz orqali o'quvchilarning ongiga yoki qabul qilish tizimiga impulsni berilishi, tezkor darsda bajarilishi bilan namoyon bo'lyapti. Metodimiz yoqdimi ustozlar? Fanlarda mavzularimizda qo'llasak bo'ladi-ya? Ajoyib, ijobiy yondoshib bu ma'lumotlarimizni qo'llab metodimizni amalga oshirsak bo'ladi. Rahmat, ustozlarimizga bitta qarsaklar. Bu jarayonda borki, metodni tugatib bo'lib, kimda ko'proq qog'oz olganligi yoki rasm yoki tushunchalar kimda ko'proq yig'ilganligini solishtirib, sanab hisobini olsak ham bo'ladi. Men yakuniga yetkazilmadim, xafagarchiligi bo'lib qolmasin deb qiziqarli tarzda to'xtatdik. Mayli, rahmat ustozlar, sizlarga ham.